Assalomu alaykum qarindoshlar. Sho'pirlik nazariyasi 2-darsimizga xush keldinglar. Bugun biz yo'l ishlatuvchilar, prava, mashina kartasi va mashina sug'urtalari to'g'risida qisqacha bilimlarga ega bo'lamiz. Birinchisi yo'l ishlatuvchilar. Ya'ni vixbravker. Ya'ni yo'lda sizlar o'zinglar kuzatib boqqandek yo'lda har xil yo'l ishlatuvchilar bor. Masalan, piyoda yo'l mangdiganlar bor, mashina haydaguvchilar bor, ot minguvchilar, velosiped minguvchilar. Ya'ni ish qilib yo'lda mangan, yo'lni ishlatgan biz har qanday bir odamni yo'l ishlatuvchi deb ataymiz. Vixbravker. Bu yo'l ishlatuvchi o'zining ichidan ikki cho'ng turga bo'lindi. Bu ikki cho'ng turni bilib bilish, qatnash qoidalarini o'rganishda pek muhim. Yani bu ikki cho'ng tur futhanger bilan bisturdir. Yani futhanger deganda, yani fut degan put degan gap. Hang degan gap yo'l, yani futhanger degan, yani put bilan mang'uvchilar demekçi. Yani masalan piyoda yo'l mangan kishi, velosipedni itilib mangan kishi, ya kichik bolalarning istab bir xil o'yinlari bo'ldi, ularni haydab ketib borgan bola. Muşlarning hammasi futhanger piyoda yo'l yurguvchilarga kiradi. Ikkinchisi busturdir. Ya'ni busturun degan gap bir narsani haydash, boshqurish degan ma'nosi bor. Ya'ni busturdir degani haydaguvchi, boshqurg'uvchi deb shu futhanger piyoda yo'l yurguvchilardan boshqa butun yo'l ishlatuvchilarni biz qatnashda busturdir deb ataymiz. Yana ma rasmda sizlar texmi ochiq ko'ra olasizlar. Ya'ni biz butun firker, ya'ni qatnash vixbravkerni ikki cho'ng turga bo'lamiz. Birisi futhanger, ya'ni piyoda yo'l yurguvchilar. Masalan, qarasanglar, mana bolalar harvisini haydab ketib borgan odam yoki o'zi ikki put bilan mangib ketib borgan odam, velosipedni yetilab manganlarmi futhangerga kiradi. Ammo kichik boldek bunda telg'uch oyoqlarni o'ynab ketib borgan odam va yoki miyiplar chaqliq o'rindiqida o'ltirg'uchi odam, ya'ni mushular futhangerga kiradi. Ondan busturdir deganda, ya'ni motorsiz qatnash vositalari bo'lgan, masalan velosiped haydab ketib borgan odam yoki ot minib ketib borgan odam va yoki otni yetilab ketib borgan odammi busturdir kiradi. Bütün realistik qatnash vositalarini haydaguvchi tram, poyezd degandek bularning hammasi yana busturdirga kiradi. Ondan motorliq qatnash vositalari, masalan, ma'noga o'xshash tokliq velosiped va yoki ma'noga o'xshash tokliq bir xil qatnash quroli. Ondan ma'nodek tokliq motosiklet, tokliq siklet degandek mushta motorliq qatnash vositalarini haydaguvchilarning hammasi busturga kiradi. Ondan motosiklet, mashina, traktor, cho'ng tipdagi avtobus degandek mushularni haydaguvchilarmi butun busturga kiradi. Ya'ni bu qatnash qoidasini o'rganishda mushu futhanger bilan busturdir, ya'ni futhanger qaysi, busturdir qaysi, mushuni aniq ayirib olish intayin muhim. Bir eskartadigan nuqta, ya'ni ot velosipedni yetilab ketib borgan odam futhanger bo'ldi, lekin haydagan odam busturdir bo'ldi. Lekin ot, kala degandek mushta hayvonlarni yetilab ketib borgan odam busturdir bo'ldi. Mushunga obdan diqqat qilinglar. Endi bugun o'rgangan yana bir nuqtamiz yo'llar, ya'ni yo'lninki qurilmasi, yo'lning tuzilishi. Bumu imtihonda qatnash qoidasini o'rganishda bir muhim bir atalg'uchur. Ya'ni biz mushu yo'lning butun u boshdan tortib bu boshqacha mayli velosiped mingan odam bo'lsin, piyoda mangan odam bo'lsin, bütün yo'l ishlatuvchilar ishlatilgan yo'lni open bar va ya'ni ommaviy yo'l deb ataymiz. Shu yo'lni bütün yo'lni ko'rsatadi, sima istiralgada ko'rgandek. Ondan raystrok degan faqat birla mashina mangalaydigan yo'lni ko'rsatadi. Masalan, ma yo'lga qarasanglar, 2 dona raystrok bor, ya'ni 2 dona mashina mangalaydigan yo'l bor. Rayban degan mashina yo'lini ko'rsatadi. Masalan, ma yo'ldagi rayban 2 dona raystrokdan tuzilgan, ya'ni mashina yo'lida
Yani 2 maşini mangıl olduğan maşini yolu var. And Fitzpat degan velosiped yo'li. Velosiped yo'li odatda mushta qizil rangda bo'yalgan bo'ldi va yoki ustida velosipedning belgilari bo'ladi. Ondan birim degan yo'lning bo'yidagi chimliq yo'l, masfurxoqda birim, ya'ni egizlatilgan chimliq yo'l mavjud. Qarasanglar, bu yerda kichik egizlatilgan qism bor bu so'g'idek. Ya'ni birim degani mushu yo'lning bo'yidagi chimliq yo'llarni birim deymiz-ku. Yani yolunun kurulması adette muşundaq şekilde boldu. Yani sizler çoxum rey strok degen nimo, rey ban degen nimo muşularni yolga qarab çoxum farqlandırılaydigan boluşunlar kerak. Endi so'zlaydiganimiz mashinaga doir bir qism mazmunlar. Mashina sotib olgandan keyin, mashina olgandan keyin bizga Kentekin beweis, yani mashina plakat isboti degandek mushta bir karta keladi. RDV degan qatnash idorasi, yani qatnash idorasi tarafidan. Bu kartning ustida qanday uchurlar bor degan vaqtda, yani mashinaningki qachon chiqqan mashinaning yil soni, ondan mashinaning egasining ismi, adresi, kartaning keyinda mashinaning markasi, mashinaning rangi, mashinaning eg'irligi, may qachilaydigan sanduqninki silindrning hajmi qanchalik degandek bütün uchurlar bor. Biz mushta bir kartni Kentekin beweis deymiz, ya'ni bank kartasi, kredit kartasi o'xshash kichik bir kart. Shunday bir yeshil shaklda. Bu kartni normalda mashina sotib olgandan keyin, bu mashina sotilib o'zimizning nomimizga o'tkazgandan keyin bu kart bir ikki hafta ichida RDV qatnash idorasi tarafidan keladi. Bu kartni cho'qim birga ilib yurishinglar kerak. Agarda saqchi tekshirib bu kartni tekshirib qolib qolsa, bu kart yiningizda bo'lmasa, vaqti 45 euro jarimani keldi. Ondan bu kartning ustida MILT kodi deb bir kodi bor, ya'ni bu ma'lum qilish numeri degandek bir nomer, 4 xonalik sondan tarkib topgan. Bu shifr biz sug'urta olganda lozim bo'ladigan bir nomer. Ya'ni mashinaning sug'urtasini olgan vaqtida mush sug'urta jadvali yoki sug'urta idorasi mushu MILT kodini so'raydi. Ondan yana bir nomer, bu mashinaga doir muhim bir nomer, Tnam Stalin kodi deydi. Bu mashinaga xos bo'lgan bir nomer, 9 sondan tuzilgan. Odatda mashina olgan vaqtida dastlabki 4 nomerni bizga beradi, ondan qolgan 5 nomer mushu qatnash idorasi tarafidan, RDV tarafidan bir xat orqali keldi-ku. Ya'ni mushu Tnam Stalin kodi degan mushu 9 nomerni xatni kelgan vaqtda bu xatni cho'qim obdan saqlab qo'yishinglar kerak. Agar nima kerak, ma'lum bir sabablar tufaylidan mushu Kentekin beweis yutib ketib qoldi, Tnam Stalin kodi yutib ketib qoldi, bunda ahvol ostida RDV qatnash idorasidan mushlarning hammasini qaytadan iltimos qilib bo'ladi. Vaqtda cho'qim o'zinglar pul to'lashinglar kerak. Ya'ni Kentekin beweis degan mush kart shu. Sizlar cho'qim esinglar tutishdi bir nuqta, bu kartiningki asl nusxasi cho'qim sizlar mashina degan vaqtida yininglarda bo'lishi kerak. Endi bugun yana bir so'z aytadigan nuqtamiz prava shopirlik kinishkisi, ya'ni shopirlik kinishkisi mushta bir shaklda bo'ldi. Sus shaptul chechki rangda. Odatda shopirlik kinishkisini shu imtihondan o'tgandan keyin buni o'zimiz turishliq shaharlik hukumat ko'rib iltimos qilamiz. Shopirlik kinishkisini odatda bir kimlikni ko'rsatadigan isbot sifatida ishlatish bo'ldi. Masalan, yo'lda saqchilar ba'zi kimlikni tekshirib qolgan vaqtida o'sha shopirlik kinishkisimi bizning kimligimizni isbotlaydigan bir isbot bo'la oladi. Shopirlik kinishkisida shu qaysi shaharlik hukumatdan oldik, shopirlik kinishkisi qachondan boshlab qachongacha kuchga ega, shopirlik kinishkisining nomeri, rasmimiz bo'ladi odatda. Endi shopirlik kinishkisi to'g'risida sizlar cho'qim bilish tegishli ba'zi muhim qoidalar. Yani bizning hozir o'tayotgan bu darsimiz Rey beweis B, yani B tipdagi shopirlik pravosini ilish uchun tayyorlangan nazariya darslari. Bu B tipdagi shopirlik pravosi bilan siz mashina, yani 8 kishilik o'zingizni qo'shib jami 9 kishi o'ltirg'ili bo'ladigan mashina ideyalaysiz.
Snorfits, ya'ni bir xil motorluq toksiklet, lekin buning eng yuqori haydash tezligi 25 kilometr. Bromfits, bu bir xil toksiklet, lekin bu 45 kilometrgacha haydayalaydi. Brommobil bir xil tokluq mashina, buning eng yuqori tezligi 45 kilometr. Ondan yana mashinaning keyniga kuzov chetib haydayalaysiz. Ya'ni B tipliq pravo bilan mushu turdagi motorluq qatnash vositalarini haydagil bo'ldi. Bu B tipliq pravoda, ya'ni siz o'zingiz bilan qo'shib 9 kishilik mashina haydayalaysiz. Pravo 10 yil kuchga ega. Ya'ni 10 yil kuchga ega degan gap, pravoni olgandan keyin 10 yildan keyin cho'qim yana yangini iltimos qilishingiz kerak degan gapcha, o'zingiz turishliq shaharlik hukumatdan. Arliqda har xil sabablar tufayli pravo yutib ketib qoldigan ishlar bo'lib qolsa, har vaqt iltimos qilsangiz bo'ldi. Ondan prava yoki mashina kartasining, ya'ni boya Kentekin Device deb yeshil kartani ko'rsatdim. Bu shu kartaninki ko'paytirilgan nusxasi bilan mashina haydash cheklangan. Ya'ni navbat kerak yo'lda saqchi tekshirib qilib pravosi chiqaring yoki mashinangizning kartasini chiqaring degan vaqtda cho'qim prava va mashina kartasininki asl nusxasi bo'lishi kerak. O ko'paytirilgan nusxasi bilan mashina haydash cheklangan. Hem prava mashina kartasininki xatlari cho'qim aniq bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda demoqchi, masalan, ehtiyotsizlikdan prava yoki mashina kartasi kiyimimizning yanchuqida qilib kir yuvish mashinasiga kirib xatlari o'chib ketgan bo'lsa, u vaqtda cho'qim yangini iltimos qilishingiz kerak. Bunda ahvol ostida ham agar saqchi tekshirib qolib qolsa, shunda prava mashina kartasini yangiz ilib surib ko'rsatgan bo'lib qolsangiz 100 euro jarimani qo'yildi. Ondan shofirlik amaliyot darsini Gollandiyada 16,5 yoshdan boshlab o'rgansa bo'ldi. Ya'ni 17 yoshida pravo alsangiz, siz dastlabki 7 yilda yangi shofir hisoblanasiz. Ya'ni shu shofirlikda bexininde büstürdür, ya'ni yangi shofir yoki erfarin büstürdür. Yani tecrübeli şoför deb ikki atalg'u bor. Bu ikki atalg'uni, yani qanday odam bexininde büstürdür bo'ldi, qanday odam erfarin büstürdür, buni bilish intayin muhim. Ba'zi aroqning miqdorlari mushunga bog'langan. Yani 17 yoshingizda pravo olsangiz, dastlabki 7 yilda 17 yoshdan 24 yoshgacha yangi shofir hisoblanasiz. Agar 18 yoshingizda pravo olsangiz, 18 yoshdan boshlab 23 yoshgacha dastlabki 5 yilda yangi shofir hisoblanasiz. Chunki buni cho'qim sizlarga yodlash kerak. Bexininde büstürdür bilan erfarin büstürdür. Endi mashinaning sug'urtasi. Gollandiyada har qanday mashinani cho'qim sug'urta qilish kerak. Agar mashinani sug'urta qilmay turib yo'lda haydab qolsangiz, navbat kerak saqchi tarafdan va yoki qatnash idorasi tarafidan bayqilib qolib qolsa, buning jazosi 400 yevrodan 550 yevro qadar bo'ldi. Mashinani hatto haydamasangiz-mu, lekin uyingizning oldida ommaviy yo'lda to'xtatsangizmi, cho'qim mashinaning sug'urta bo'lishi kerak. Ya'ni mashinaning sug'urtasi bo'lmay turib, hatto uyingizning oldidagi ommaviy yo'ldami to'xtamaysiz. Anda mashinaning sug'urtasi 3 turlik sug'urtasi bor. Birincisi VA farzi kerak, ya'ni vattilik anspraklik hayt, ya'ni buni uyg'urcha tarjima qilsak qonuniy mas'ul bo'lish sug'urtasi degandekchi. Bu ilqi sug'urtaning eng tuvan darajadagi sug'urta, bu sug'urta cho'qim majburiy sug'urta. Ya'ni mashina sug'urta qilganda hech bo'lmaganda mushu turdagi sug'urta qilishingiz kerak. Bu sug'urta faqat qarshi tarafning chiqimini отчет qildi. Ya'ni masalan, siz ehtiyotsizlikdan birisining mashinasini so'qib qo'ydingiz. Unda ahvol ostida, agarda sizning mush sug'urta bo'lgan vaqtida, sizning sug'urtangiz qarshi tarafning, ya'ni siz so'qayotgan mashinaning chiqimini отчет qildi, lekin o'zingizning mashinangizning hech qanday chiqimini отчет qilmaydi. Endi sug'urtaning ikkinchi xil turi all risk, ya'ni all risiko, ya'ni bütün xatarni o'z ichiga olgan sug'urta deydi. Bu ham qarshi tarafning, ham sizning chiqimingizni отчет qildi. Masalan, birisining mashinasini so'qatdingiz, sizning mashinangizni zaxmga uchirdi, qarshi tarafning mashinasini zaxmga uchirdi. Agar sizning all risk degan firsikringiz bo'lsa, sug'urtangiz bo'lsa, o'chaqda ham sizning ham qarshi tarafninkini отчет qildi. Undan boshqa yana
Mesela bazı maşinaga o't ketib qoldi, o'g'ri oladi va yoki tashra tashiyot ketib hayvonlarni so'qitib qolamiz va yoki ba'zi avariya hodisalari tufaylidan masalan shamol chiqib daraxtlar mashinaga tushib ketib mashinangizning aynigi chiqildi va yoki boshqa bir ziyonlar chiqimlar bo'ldi. Bunda ahvol ostida all risk firzikiring bo'lsa ham отчет qildichu. Ya'ni ma VA firzikiring bilan bunda avariya hodisalari o't ketgan, bunda o'g'irlagan, bunda nimalarni sug'urta qilmaydi. Üçüncü xil sug'urta turi VA plus kasko, ya'ni all risk deb, ya'ni maishki sug'urtaning отчет qiladigan butun narsalarni o'z ichiga olgan, ham uningdan boshqa mashinaning ichida o'ltirgan odamning ba'zi chiqimlarini отчет qildi. Masalan, mashinangizning ichida birisi bati yoki qarshi tarafning mashinasini so'qitib qolib qoldingiz, qarshi tarafning mashinasida shoferdan boshqa odamlar bati, ularning salomatligi jismoniy jihatdan ya bir nimaga uchradi, doktorxonaga borib tekshirtish kerak. Ish qilib shunda doktorxonaning chiqimlarini degandek va yoki siz qarshi taraf bilan ma'lum bir da'voga tushib qoldingiz, advokat tutib ba'zi ishlar bo'lishi kerak degandek ish qilib mushtat chiqimlarning hammani отчет qildichu. Shunga har kim o'zining ahvoliga asosan shu 3 xil sug'urtadan ikkinchi, uchinchisidan xohlagan birini tanlasa bo'ldi. Lekin birinchi turidagi VA sug'urta cho'qim majbur, ya'ni eng to'van chekdagi sug'urta. Buni cho'qim qilishingiz kerak. Qolgan ikkinchi, uchinchisini o'zingizning iqtisodiy ahvoliga asosan, mashinangizning ahvoliga asosan xohlasangiz qilsangiz bo'ldi, xohlamasangiz qilmasangiz bo'ldi. Ondan bir vaqa yuz bergan vaqtda mas'uliyat doim haydovchi kishida mashinaning egisida bo'ldi. Ya'ni bu yer demakchi o'g'ini, masalan siz mashinangizni bir do'stingizga berib turdingiz. O do'stingiz mashinani haydab ehtiyotsizlikdan birisini so'qitib qolib qoldi yoki boshqa bir ish bo'ldi. Bunda ahvol ostida garchi siz mashinani haydamagan bo'lsangizmi, lekin siz mashinaning egasi bo'lganligingiz uchun bu mas'uliyat ham sizga yuklandi. Shunga mashinani ariyat berganda diqqat qilib kerak. Ana uningdan boshqa yana qo'shimcha ba'zi sug'urtalar bor mashinaningki. Bular imtihonga chiqmaydi. Endi bizning bu nazariya darsini Uyg'urcha o'tishimizdagi maqsad faqat nazariya imtihonda o'tishla emas, balki sizlarga mashinaning sug'urtaga doir, mashinaga doir butun uchurlarni tafsiliy yetkazish orqali mushu mashina haydashdagi qiyinchiliklarga qo'limizdan kelishicha yordamda bo'lish. Shunga ba'zi qo'shimcha uchurlarmi garchi imtihonga chiqmasmi tafsilroq so'zlaymiz. Bularni bilib qo'yganning ziyni yo'q. Shunga ba'zi qo'shimcha sug'urtalar bor. Mashinaningki qanday sug'urta degan vaqtda yana paxxulib von der Wegen vaqt. Ya'ni masalan ba'zida mashinamiz ishda so'qilib ketdi, mashinamizni haydayolmaymiz. Vaqtda u mashina yo'ldan remont qilgan yoki olib berilishi kerak. Bunda ahvol ostida ba'zi sug'urtalar bor. U sug'urtalarni olsangiz, shunda ahvol ostida mashinangizni so'rab yoki remontxonaga olib borib beradi degandekchi. Andan bu xil sug'urtalarni Gollandiyaning ichida, Gollandiya ichi va yoki Yevropa yoki butun dunyoda deb har xil shaklda og'ili bo'ldi. Shu mulozimat doirasiga asosan bahosi har xil shaklda bo'ldi. Endi bu endi mashinani yo'lda buzilib qolmaydi degan bo'lmaydi-ku. Shunga hech bo'lmaganda Gollandiya ichi bo'lsinmi, mushta jiddiy ahvollarda yordam qilish mushta sug'urtasini olishmi zarur. Endi yana bir narsa xruni kart, ya'ni biz mashinamizni sug'urta qilgandan keyin ma'lum bir sug'urta shirkati sug'urta isboti shuni avatish bilan bir vaqtda yana xruni kart deb bir narsa avatadi, ya'ni yeshil karta mushta bir shaklda. Endi bu xruni karta nima desanglar, bu bir xil xalqaro sug'urta isboti. Ya'ni boshqa davlatga chiqqanda cho'qim ilib olish kerak-ku. Ba'zida boshqa davlatning chegarasidan kirgan vaqtda mushu xruni kart bormi deb so'raydi. Shu orqali mashinaningki sug'urtasi bor yo'qligini tekshira oladi-ku. Shunga bu xruni kartni boshqa davlatlarga chiqib qolgan vaqtda ehtimol qarshi ilib olish intayin muhim. Yevropa ichidagi davlatlarga nisbatan bu xruni kartning asl nusxasi bo'lmasmi, lekin tordagi nusxasi bo'lsa shuni ko'rsatib qilg'ili bo'ldi. Bu xruni kartning ustidami mashina egasining ismi, mashinaning turi, markasi, undan maxsus bir numeri bor.
agarda davlat atlab boshqa davlatga chiqib biror voqeaga uchrab qolgan vaqtda shu xronik kartning nomerini to'shqizish. Endi mashinaning sug'urtasi to'g'risida yana bir muhim narsa sxada formulyar, ya'ni vaqa jadvali, ziyon jadvali degandek bu bir xil jadval. Ya'ni bu jadvalni biz biror sxadaga uchragan vaqtda, masalan, birisining mashinani Mesela birisi bizning mashinamizni so'qiyapti yoki biz birisining mashinasini so'qiyaptik. Bunda ahvol ostida shu sxada formulyarni to'shqizamiz. Ya'ni mesela biz birisining mashinasini so'qiyotgan bo'lsa, qarshi taraf sxada formulyar to'shqizadi biz bilan birga. Biz uning asosan imzo qo'yib birimiz-chu. Agarda biz birisining mashinasini so'qiyotgan, yani boshqa taraf, qarshi taraf bizning mashinamizni so'qiyotgan bo'lsa, o vaqtda biz bu jadvalni to'shqizamiz. Qisqasi bu sxada formulyar mushta bir vaqa ziyon kelib chiqqanda to'shqizilgan jadval. Ondan bu sxada formulyarni to'shqizgan vaqtda, ya'ni mushta bir vaqaga uchragan vaqtda rasmga tortishni unutib qolmang. Ya'ni mashinaningki masalan bir yeri so'qilib ketdi, aynak chiqildi degandek-chu. Bo'lib mushta vaqa hodislarda ikki taraf mas'uliyatni bir-biriga döngab mas'ul bo'lmaydigan ishlar chiqib qolib-qoldi. Shunga shunday ahvol ostida bu vaqaning tiximi uzurab qarshi taraf mas'uliyatni ustiga olmay nima qilishni oldinish uchun bir rasmga tortilish muhim. Anda yana birisiga guvochi, ya'ni shu yo'lda shu vaqani o'z ko'zi bilan ko'rgan odam, bunda guvochininki telefon nomeri degandek aloqalash vositalarini ilib olishingiz muhim. Chunki agarda qarshi taraf masalan birisi sizning mashinangizni so'qiyotgan bo'lsa, bu so'qitish jarayonida butun mas'uliyat qarshi tarafda bo'lsa, lekin qarshi taraf o'zining mas'uliyatini bo'yniga olishni xohlamasa, bunda ahvol ostida bu ish sal uzrab ketishi mumkin. Mushta ahvol ostida guvochining guvohlik orqali yoki siz tortib olgan rasmlar orqali qarshi tarafninki mas'uliyatini isbotlashda sizga yordamchi bo'lishi mumkin. Ya'ni bugun so'zlaydigan darsimiz shu. Ya'ni biz bugun VXBRAUKER yo'l ishlatgichilar to'g'risida Foodhanger bilan Bisturdir. Ya'ni sizlarga Foodhanger bilan Bisturdir qanday yo'l ishlatgichi Foodhanger kirdi, qanday yo'l ishlatgichi Bisturdir kirdi, cho'qim aniq qo'yib ketish kerak. Undan keyin Ray beweis, Kentekin beweis, Autoversicherung mush to'g'risida qisqa tushunchalarni berdik. Bularimiz nazariya va mazmunlar. İmtihanga mush to'g'risida odatda mesela Ray beweis to'g'risida bir savol, Kentekin beweis to'g'risida bir savol, mashinaning sug'urtasi to'g'risida bir savollar işte chiqib qoldi-chu. Ham prav olgandan keyin biz cho'qim bilishdi ishik mazmunlar. Bu darsni anglab ko'rib bo'lgandan keyin tushunmagan savolinglar bo'lib qolsa, inkas rayonida qoldirsanglar bo'ldi. Bu ders Gollandiya Uyg'ur Kishilik huquq tashkiloti ma'rif va tashviqot bo'limi tarafidan tayyorlandi. Bu turdagi videolarning tuxum ko'plab chiqishi uchun bizni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashinglarni umid qilamiz. Aman bo'lg'aysizlar, keyingi qitimliq darsimizda ko'rishaylik.